Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun 22 oktyabr 2025-yil. Oktyabr oyini ham o'rtasidan o'tib oldik. Havo harorati ancha tushdi. Eskilar aytadiganidek, sekin uzumlarni barglarini tushirib, tanasini pishiradigan paytga keldik. Bu ro'paramizda turgan uzumlarimiz 1 yashar uzumlar. Hozir bularni barglarini bir misol tariqasida bir ko'rsataman. Qanday qilib olib tashlashini. Faqatgina barglarini olamiz. Yashil uchida qolganlarini eng uchlaridan chekanka qilishimiz mumkin, lekin qolgan bachkalarini kesib obrezka qilmaymiz hozir. Faqatgina barglarini olib, maqsad tanasini pishirish. Hozir mana bitta uzumimiz misolida barglarini tushirib oldik. Bu avliki uzumimiz. Xuddi shu tarzda endi tanasi pishadi. To noyabr o'rtalarigacha yo dekabrga yaqin shu sovuq tushishini kutamiz. Qirovlar tushgan paytda xudo xohlasa sekin obrezka qilsak ham bo'ladi. Bundan-da ko'proq ma'lumotlarni kanalimni kuzatib borsangiz berib borishga harakat qilaman. Like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.